Do'stlar, biz darslarimizni eng muhim qismlaridan biriga yetib keldik. Ushbu darsda siz endi Active Cargodan, ya'ni bizdan manzilni, Xitoy manzilimizni olish va uni Pinduoduo programmasiga to'g'ri kirishni o'rganasiz. Pinduoduoga kiramiz. Pinduoduoga kirgandan so'ng mana bu joyga kiramiz. Bu joydan tepada Jasur deganni tagida manzilga kiritadigan joy bor. Mana shu joyga kirganda xuddi shunaqa jarayon chiqadi. Adminlar tomonidan berilgan Xitoy manzilini kopiya qilib olamiz. Kopiya qilib olgandan so'ng mana bu plyuscha ustiga bosamiz. Shunaqa jarayon chiqqandan so'ng doim o'zingizni aydingizni yozasiz. Masalan, meniki K22. Bu joyga bitta yozasiz. Manzilni boshiga K22 va oxiriga K22. Manzil har doim oxiriga va boshiga o'zingizni aydingizni yozasiz. So'ngra mana bu qizilchani bosamiz. Ko'rib turganingizdek, Xitoy manzili Pinduoduo prilojeniyasiga kiritildi. Shu holatda skrinshot qilib olib, Active Cargo adminlariga tekshirsangiz bo'ladi.